Toshkentlik O'ktam xizmat safari bilan Buxoroga keldi. U mehmonxonada yotganida chet elga qaynoq turlardan birini ko'rib qoldi. Lekin unda xorijga chiqish pasporti yo'q edi. Endi u qachon Toshkentga boradi-yu, qachon pasportga buyurtma beradi. Demak, u ulgurmas ekan. Lekin u telefonda bir ma'lumotni ko'rib qoldi. Ba'zan sayohat yo'lda emas, qarorda boshlanadi. Xorijga chiqish biometrik pasportini respublikaning istalgan hududida rasmiylashtirish mumkin. Doimiy yashash joyingiz muhim emas. Davlat xizmatlari sizga yaqin. Bo'ldi, rahmat. Endi u Buxorodagi ishlarini yakunlagandan so'ng Toshkentga qaytdi. Biometrik pasport esa uning ortidan yetib keldi. Ana endi u ta'tilni chet elda o'tkazadigan bo'ldi. Pasport tayyor bo'lgach, uni pochta orqali yetkazib berish xizmati ham mavjud. Ovoragarchiliksiz, qulay, ishonchli.